Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. 11-may sanasidan Samarqand mashina bozoridan ko'ringlar do'stlar. Nexia 1, Nexia 2 narxlarini chiqarganmiz. Bozordan do'stlar arzonlarini ko'proq olishga harakat qilganmiz. Navrot qilinganlari, xullas har xillari bo'ladi do'stlar. Dehqonlardan ko'proq chiqdi bugungi videomizda. Albatta zo'r qilinganlari, albatta sportivnilari ham juda ko'p oldik. Videoga like bosish esdan chiqmasin. Kommentarda fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Albatta sizlar uchun mehnat qilyapmiz. Issig'imi, sog'ini sog' demang do'stlar. Instagram obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Xullas, tayyor bo'lsangiz videoni boshladik. 2014-yil toza kraskasi ekan, mokriy rang, birinchi qo'l akamizning o'zidan do'stlar ko'rishingiz mumkin. Mashina holatchasi asha zo'r do'stlar. Bitta ko'ringlar, yoqsa bosib olasizlar. Mashina lekin tiniq turibdi. Konditsioner, gidravlikalari bor, lekin u oyna ko'targichlari prostoy do'stlar. Metan, gibrid motor. Motorlari mo yemaydi. 120 ming. Yaxshi. Ходовой, подовой, yo'q. Balon yangi ekan. Qalpoqlarda. Yo'q. Salonlar faqat aybi ana shu. Chexol, poliklar, salonlari alal holatda ekan. Do'stlar, ko'rishingiz mumkin. Chiroyli holatda mashina. Ochamiz. Shumka qilmagan, menimcha. Shumka qilinmagan do'stlar. Mana metan. Mashina lekin vashcha alo. Havasiz keladi, kelsangiz. Zapaska balon, xilxalari chiroyli holatda. Umuman xolos bez xarajat tur. Xarajat yo'q. Xarajati yo'q. Ferlarda tirnalgan joylari bor, unda detallar nimasi? Detalda hech qanaqa nimasi yo'q. Qirilgan joyi ham yo'q, Yo'q, kraska yo'q. Kraskasi ham yo'q. Gap yo'q. Nech pul so'rabsiz aka menga? 5800 dollar. Qancha oxiri buni aka kelishtirsak qancha bo'ladi? Bo'lish. O'tib beramiz. 5 so'rashsa beramiz. Yo'q, 5300 ga opsatorlarga beramiz. 5300 opsatorlarga bermagan ekanlar. U yog'i qo'shsa beramiz, Qo'shilsa beramiz. Qo'shilsa shu pulga do'stlar beraman deyaptilar. Xullas baraka topadigan yaxshi mashina. Qaydansiz aka? Payariq. Payariq mashinasi ekan. Telefon nomeringiz aka? 94lik. 94lik. 188. Necha? 188. 188 78. 78 88. 88 raqamlarga murojaat qilib, yog'ini kelishib olsangiz bo'ladi. Nexia 2 bo'lsin, kamida mana shunaqa bo'lsin-da do'stlar, bitta ko'ringlar, lekin alovadan ko'rsatyapmiz do'stlar. Vashshi udar qilingan, polnusi tifni rangda perechashka bo'lgan mashina. Ko'rishingiz mumkin, eshiklari, torpedkalari, chexollari, kombinatsiyalar qora bilan qilingan. Vashshi do'stlar udar qilingan. Do'stlar, mashinani bitta ko'ringlar, o'zingiz bitta baho berasizlar. 3 sloy sumka. Do'stlar, bitta ko'ringlar, o'z tablochasini ham bitta ochib ko'ramiz. Mana do'stlar, probeklarni ko'rishingiz mumkin. Tablolari va shu BMW dizaynda qilingan ekan do'stlar. Polnusi do'stlar black pianolar qilingan. Vashshi do'stlar, odamlar quvonch keladi buni ichiga o'tirsa. Do'stlar, Lacetti sidenkalari vashshi zo'r qilingan. 3 sloy polnusi shumka qilingan ekan do'stlar. Vashshi doira. Dahshat. Xullas, Malibu amortizatorlari qo'yilgan ekan mashinaga. Sportivniy motor. Vau, vashshi do'st. Paqarib qo'rqiladi, ha? Paqarib qo'rqiladi. Boshqarasa bundaydas. Gap yo'q lekin do'stlar. Sport. Oldi kapotda petnosi bor. Qolgan boshqa joylarda yo'q. Bir so'm xarajati. Bir so'm xarajati yo'q do'stlar. Metallari bor, gidravlika. 2009 mashina. Vashshi alam do'stlar. Pasatgachalar qilingan. Albatta bu videoni o'sha Nexia 2 ni shunaqa tuningcha qilib, zarar qilib, mashina qilib haydaydigan do'stlaringizga yuborib qo'yinglar. Do'stlar, o'zi ham bitta bo'lib turibdi mashinada. Juda skromniy holatda. Tashqarisidan hech kim bilmaydi bu qanaqaligini, lekin ichkarida o'tirib bitta gazini bossa bo'ladi nimaligini, do'stlar. Bitta bagajasini bosib yuboring aka. Mana qoldirganmiz, ko'rsin degan ma'noda. Shunga urilmagan, yo'q shunga zapaskasi ham yangi. Do'stlar, polnusi mashina dar holatda turibdi o'zi. Hech qayerda xarajatchasi yo'q. Shevlar.
Yurishlari ashlotka bo'lsa kerak, ha aka. Yurishidan xato topsa 3000 dollar sikib ketdi. 3000 Rang dollar yerida. ketgan. Vaydan do'stlar. Bir so'mga. Bu mashina 10 mingga tushgan bu. 10000 dollar. Tushgan vaqtida. Endi Vaqtida. vodida salon o'ziga 2000 dollar kirdi. Hozir necha pulga beramiz aka? Ha 4800 deyapmiz aka. 4800 dollar. Narx-navoga qarab aytyapmiz. To'g'ri, to'g'ri. Faqat minadi mashina. Medikal punktlar yurgizadi. Xullas, alal mashina. Ha, shuni minadi, tamam. Gapi. Oxiri qancha beramiz aka? Kelisha olamiz past. Buni so'mga 55 dan qo'ytiribdi aka hozir. So'mga. Aha. Tusha olamizmi? Men aytdim qo'shinglar dedi. Keyin so'mga 55 dan qo'ytirdi jazman. Olgan xarajat yo'q, minadi. Qolgan xarajati yo'q, manadi. Do'stlar, u yog'ini kelishaverasizlar, lekin ko'ryapsizlar, mashinaga normalniy bir xarajatlar qilingan. O'zi ham bo'lmaydi bunaqa qilishni. Juda yaxshi. Aka, qayerdansiz? Pastorg'om Juma. Pastarg'on Juma. Telefon nomeringiz aytib yuboring. 99lik 99lik 568 568 0127. 0127 raqamlarga murojaat qilasizlar. U yog'ini kelishib olaverasizlar. Mana 2011-yil ikkita detal kraskasi bor ekan, orqa ikkita kirlasdi. Boshqa joyida yo'q. Xo'p, ko'rishingiz mumkin, gidravlikasi bor, konsonari yo'q, metan, motor ходовой umuman ishi yo'q. Birkalarni ko'rishingiz mumkin. Ular faqat bu narsalar balon holatlarini ham ko'ringlar, qalpoqlarda holatlari yomon emas. Xo'p, qo'shimchamiz. Aka, tonirovka ruxsati bormi? Yo'q, ha? Rushtay, Evapolik bir 3 kurug yurgan ekan. Video registrator bor, salon ichlari, chexol, polik hammasi akkuratli, toza holatda. Salon hidi ham yo'q. Akkuratli menimcha bunga. Aka, shumka, ha? Eshikmi yo tom? Faqat eshik bo'lgan, ha? 4 ta eshik shumka. Metanlari bor. Zapaska balon, orqa holatlari yaxshi. Chiroyligina holatda. Xo'p, aka, almashmagan, to'g'rimi aka? Detal. Faqat sepilgan. Udar qattiq. Yo'q, ha? Taglari yaxshimi aka? Chirmaganmi hech qayeri? Necha pul so'rabsiz? 4,5 so'rabsiz. Qancha aka qilib beramiz uni bo'lishini? 100 so'm 200 so'm. 4,5 mana shu 4300 so'tlabsiz, ha? Axir birini o'tib beramiz, aytgan narxda. Yana o'tib beramiz, ha, xudo olasa. Kelsak bo'ladimi el qator qilib? Bo'ladi aka. Qayerdansiz aka? Urgutdan aka. Samarqand, Urgutdan ekanlar. Xullas, telefon qilasizlar, moshinchani ko'rasizlar, tiniq holatda, bu yerda ham chizilgan qattiq bunaqa charapina, parapinalar yo'q. Kelishtirib berasiz, xudo olasa. Telefon nomeringiz aka? 91lik 8800 553 8800 8800 raqamlarga telefon qilib kelishib olsangiz bo'ladi. Variantlargacha bo'lib turadi. Yo'qmi? Faqat naqdga. Xullas do'stlar, telefon qilinglar. Bo'lsa chiroyli narxda yana kelishsangiz bo'ladi. Endi bozorda birinchi kelishlari, endi sal narxlarini qimmatroq aytishlari mumkin. Ustida kelishinglar, xudo olsa tortishib, talashib yaxshi narxda olasizlar. O'shuncha. Nexia 2 ni 1.6 ni yaxshisidan izlayotgan do'stlarimizga yuborib qo'yamiz bu videoni albatta. 2013-yil Metallica bitta ko'rmasangiz bo'lmaydi menimcha. Bir ikkita mayda-chuyda petnochalari bor, umuman hisobga kirmaydi deb o'ylayman. O'zingiz ko'rib bitta baho beringlar. LED farolar qilingan, tumankalar ham bor, LED qilingan do'stlar ko'rishingiz mumkin. Kraskasini oldindan aytib qo'yaman birdaniga. Mana bu eshiklarning burchaksasida, ikkita eshikni burchaksasida bor ekan do'stlar. Bitta salonni ham ko'ringlar, salonni ham umuman xarajatchalari yo'q. Lyuks, chexol, poliklar taqilgan. Xo'p, mafonlari joyida, salonchani ham hidchasini bitta kelib ko'rsangiz o'zingiz bilasizlar. Yaxshi akkuratli menimcha haydalgan mashina. Chiroyli holatda turibdi. Xo'p, probeg qancha dedingiz aka? 2,5 kurib yurgan ekan do'stlar. Xo'p, zaxat qilmaymiz endi, ko'rmaymiz. Bo'lsa, ishonchli bo'lish kerak. Xo'p, shumkalari bormi? Shumka 4 eshikda bor. 4 eshikda faqat. Juda yaxshi. 1.6 metan gazlar o'rnatilgan. Xo'p, kondisioner ishlaydimi? Furyon so'si ishlaydi. Atak hamma joyi ishlaydi, ha? Hamma joyi ishlaydi. Gap yo'q. Xo'p, gidravlika ko'rishingiz mumkin. Xarajati yo'qmi hech qayerda? Xo'p, xarajati yo'q do'stlar. Motor, ходовой, korobka, любой ustalarga ko'rsatib olsangiz bo'ladi. Ishonchli odamlar bilan xudo xolasa arzon qilyapmiz.
bemalol murojaat qilib olsangiz bo'ladi. Xo'p, arqalari ham ko'rishingiz mumkin. Zapaska balon. Ozgina zanglagan, lekin strashniy emas. Nima deysizlar? Do'stlar, hozir narxini albatta sizlar uchun kelishib olamiz. Like hali ham bosmagan bo'lsangiz, albatta bosing. Havo issiq, o'zi ham bo'lmaydi video qilishni. Qo'ldan kelgancha sizlar uchun chiqaryapmiz. Aka, nech pul endi bu yog'i? 4800 kam bor. 4800. Qancha qilib beramiz? Kelishtirib aka. Shu sotiladi desang bo'lsin aka. Taqalgan joyim 4600 bo'lsa beraman. 2013 bu narxda ekan Nexia 1 beryapti. Nexia 1 beryapti. Zal bilan sotyapmiz, lekin mashincha umuman ideal. Kraskasi ham toza. Yorilib, sinib, birinchi bayna bo'lgan joyi yo'q. Taklari ham zavod holatda turibdi. Gap yo'q, gap. Oladi, menada xudosi. Do'stlar, mana Nexia 1 endi Nexia 1 ni ham yaxshisini beryapti, lekin qaranglar, 1.6 Nexia 2 2013. Mashin do'stlar. 5000 ham bermayapti. Gap yo'q. Bosib oringlar, iloji bo'lsa, menimcha yaxshi imkoniyat do'stlar. Telefon nomeringizni aytib yuboring. 93lik 93lik 808 808 1388. 1388. General deydimi, bank Hamma dokumentlar bo'ladi, xudo xolasa. Do'stlar, mana umuman xarajatni qilishni xohlamasangiz, do'stlar, moshin o'ziga bitta ko'ringlarcha, mana shu variant sizga sezilayotgan moshin. Faqat xarajatingiz bu yoqda bo'lyapti. 4 ta balon va mana bu oynasini bitta almashtirasizlar. Tamom. Qolgan hamma joyi chatki turibdi, do'stlar. Самое главное, moshin motor, ходовой, подвойлari полностью o'zlari uchun akamiz qilibdilar. Lekin endi pul zarur bo'lgani uchun akamiz bozorga olib chiqib sotyaptilar, do'stlar. Bitta ko'ringlar. Motorlari vashshi chotki ishlayapti. Metan gazlar. Metan nechtalik turibdi hozir? 100 talik metan. Gidravlika. Moshin xulos olasizlar. Shu maza qilib, lotkada yurgandek ko'rasizlar. Kraskasi полностью bo'lyapti. Освежить bo'lgan. Xo'p. Shumka eshigi ha, menimcha. Yo'qmi? Bo'lmagan. O'ziniki turibdi, lekin yomon emas. 479 probeg ko'rsatyapti. Salon ichlari ham yaxshi holatda ekan. Chexol polik, mana lyuks, birikta siniq joylari bor. Atak yomon emas. Nexia 1 uchun do'stlar. Nima deysizlar? Bitta bagaj nima bilan? Xo'p, ochildi bagajimiz. Xo'p, bu yerda metan gazimiz. Pastlari chirimagan. Taglari butunmi aka? Butun aka, suyagi butun. Suyagi butun, xudo xolasa. Moshinchani ko'rapsizlar, akamiz. Xo'p, juda yaxshi. Aka, bu birinchi bozor chiqapsizmi? Birinchi bozor umuman kelganim. Kelganingiz. 1 yillardan beri. Xo'p. Holatlarni ko'rishingiz mumkin. Umuman bez xarajat, to'g'ri aytdimmi aka? Bez xarajat. Nech pul qilamiz aka? Bu kelishtirib, ayting shuni. Olatan bo'lsa kelishtiramiz aka. Xo'p, birinchi bozor bo'lsa, menimcha bilan siz bilan ancha kelishamiz-ku, ha? Ha. Nech pul qilamiz buni? Kelishamiz, oluvchi bo'lsa aka telefonlashib. Ayting qani? 3700 deyapmiz. 3700. Xo'p, qancha qilib beramiz? Kelishamiz aka. Bo'lgan. Oluvchi bo'lsa. Oluvchi bo'lsa, Pul kerak, chetga ketyapman-da. el qatori qilib beramizmi aka? qatori. Xo'p, 3700 dan tushib beramiz. Bu yog'i 3 dan pasti bo'ladimi? Yo'q, Yo'qmi? 3 mi? Ha? Telefonlashsa kelishamiz-da. Kelishamiz, xudo xolasa. Xullas, u yog'ini telefon qilinglar, akamiz albatta el qatori qilib beradilar. Ancha xarajat qilibsiz, ha aka? Ancha xarajat qildim, $2,500 xarajat ketdi. $2,500 xarajat qilibsiz. U xarajatingiz hozir o'zidan qimmat bo'lib ketyapti asosan, ha? Gap yo'q do'stlar, shuncha xarajat qilib, endi narxlar tushgan-ku, o'shanga suv tekin narxda berib yuborishyapti do'stlar. Olib faqat bu narsalar murojaat qilinglar albatta. Telefon nomeringizni aytib boring aka. 91lik 91lik 297 297 38 38 71. 71 raqamlarga murojaat qilasizlar. Yog'ini kelishib olasizlar. Variant bo'ladimi aka? Yo'q, aka, narx. Faqat naqdga. Chetga ketyapti dedim, shunga pul kerak. Faqat naqdga do'stlar. Mana bitta zo'r variantchasi do'stlar. 2012-yil lyuks konditsioner gidravlika. Moshin akamiz o'zlari uchun to'liq tayyorlab, chapchi qilib haydar ekanlar. Ko'rishingiz mumkin, konditsioner ishlaydi, metani bor, 85 talik motor, ходовой, подовой hammasi zo'r do'stlar. Olib faqat minadigan joyi yo'q. Yaxshi moshinlardan harakat qilyapmiz. Ko'rsatishga layqlarni emaslar. Xo'p, GoPro balon, lekin
minsa bo'ladi. Menimcha yaxshi desak, bu orqasi yaxshi ekan, oldi sal ko'proq yurganmi deyman. Tak aytsa bo'ladi. Salon ishlari. Assalomu alaykum. Chexol, polikchalar va polichasini yaxshi ishlayaptilar. Lyuks. Do'stlar, holati. Aka yurgani qancha bo'lyapti shunda? 2 kuruk ziyodroq yurgan ekan, do'stlar. Xo'p. Bagajlarni ochamiz. Metan. Xo'p, orqasi yopiq ekan. Zapaska, damkira, pamkira, qolgan hamma narsalar oqadi. Do'stlar. Bitta mana bu kapotda. Kapotda kraska desa? Kapot, keyin orqa krilosida petnososi bor. Almashmagan, to'g'rimi aka? Yo'q. Juda yaxshi. Aka nech pul so'rabsiz bunga? 5000 dollar. Qancha qilib beramiz buni bo'lishini? Qancha aka to'g'ri? Oxirini chiqarib qo'ysak. Qancha bo'ladi? 4600. Yana tusha olamizmi? Agar klient bo'lsa ustida gaplashamiz. Tushunarli. Ustida yana gaplashamiz deyapti. Xullas, u yo'qni gaplashasizlar. Pul zarurligi uchun sotyapsiz. Juda yaxshi. Variantchi aka? Yo'q, variant. Variantga yo'q, ha? Faqatlar. Men ham gaplashib ko'ramiz. Yana ham gaplashib qilamiz. Aka, qayerdasiz? Tayloqdan Tayloqdan ekanlar. Telefon nomeringiz? 90lik 90lik 879 879 89 89 raqamlarga murojaat qilasizlar. Xullas do'stlar, u yog'ini gaplashib olsangiz bo'ladi. O'zimizni podpисчик do'stlar. Xo'p, do'stlar, mana 4300 ga bitta ko'ringlar, shu mashina sotilyapti. Mashinani bitta ko'ringlar. Mashina motor, hadovoy, padovoy hammasi chiroyli holatda turibdi do'stlar. Balonlari ham do'stlar uncha ko'p yurmagan, kalpaklardan. Xo'p. Motorga umuman gap bo'lishi mumkin emas, do'stlar. Faqat bitta narsani aytamiz, polni asfajit bo'lgan, gidravlikasi yo'q, metanchasi taqalgan do'stlar. Mashina akalarimizdan hop, tonirovkalar polностью bo'lgan ekan. Hop, polik tashalgan, chexol. Faqat tablo almashgan deyishyapti. Bir 5 kuruglik yurgan mashinani tablosini qo'yganmiz deyaptilar. Kelib yana любой ustalar bilan ko'rsatib olsangiz bo'ladi mashinani. Metan. Zapaska balon, orqalari asfajit bo'lgan do'stlar, полностью. Aka, almashgan detal bormi, yo'qmi? Yo'q, ha? Do'stlar, kelib yana ko'rib olsangiz bo'ladi o'zlaringiz uchun. Xullas, hozir bez xarajat turibdi, aka. Buni nech pulga beramiz? Bo'lgan oxirini. 3900. Yana tusha olamizmi? Kelisha olamizmi yana pastiga? Yana tusha olamiz deyaptilar. Kamgina yana kelsangiz bo'ladi. Xo'p, tonirovka ruxsati yo'q, ha, menimcha. Tugagan. Juda yaxshi. Telefon nomeringiz? 33lik necha? 220 04 04 raqamlarga murojaat qilasizlar. Samarqand shahar mashinasimi? Samarqand shahar mashinasi. Xullas, kelib savdolashib olsangiz bo'ladi. Do'stlar, Nexia 1 ni tayyorini, umuman bez xarajatini izlayotgan bo'lsangiz, mana do'stlar, yili ham yangi 2006-yil. Tom ana polностью bitta asfajitsa bosilgan, tiniq holatda turibdi. Qaranglar. Balon ham yangi turibdi mashinaga, balon ham yangi qo'yilgan. Motor, hadovoy, korobka, любой joyga javob deyapti. Chotki bez xarajat ekan, gidravlika ham ko'rasizlar, akkumulyator ham yangi qo'yilgan do'stlar. Metani bor. Metan nechtalik aka? 80 talik metan. Mana balonni ham ko'ringlar. Sizlar uchun do'stlar, bozorda mana yaxshilarini terib qo'yib beryapman. Podeshkada bo'linglar. Endi ba'zilari o'sha narxlarni ozgina qimmat aytishlari mumkin. Endi bilasizlar, bizda ham tortishish, masalan, savdolashish degan narsalar bor. O'shanga ozgina zapachasi bilan aytadilar, endi u yoqqa kelishamiz deb. Do'stlar, u yoqni kelsangiz bo'ladi. Chexol poliklar. Xullas, tiniq holatda do'stlar. Tabloga qiziqayotganlar uchun 253 mingdan ziyod probek do'stlar. Mafon. Aka, bu bagajchasini qanday ochamiz?
Hop aka, gel. Hop. Hozir bitta bagajchasini ochamiz. Keyingi mashina mana bu bular. Hop, shumka qilingan ekan. Zapaskasi joyda, ha? Metan, hammasi bor. Xullas, aka taglari chirimagan, ha? Chiroyli holatda. Dishbulga beramiz aka buni. 4000 deyapsiz buni. 4000 deyapsiz. Aha, qancha beramiz unda aka? Bel oqsa gaplashib Gaplashaveramiz, ha? Uchlarga mavod to'g'ri kelmaydimi? turgan. Uchga Katta qo'shsa, qo'shsa beramiz, ha? Juda yaxshi do'stlar. Xullas, u yog'ini qo'shasizlar, ustida gaplashasizlar, baraka topadigan narsa qilamiz. Yaxshi, telefon nomeringiz aka? 93lik 93lik 612 612 77 88. 77 88 raqamlarga murojaat qilasizlar. Qaydansiz aka? O'zim xotirchidanman. Xatirchi aka, shuni bo'lib to'lashga qanday bo'ladi aka? Barancha qilsa. Yo'q, ha? Faqat naqdiga. Faqat naqdiga so'rashyapti. Yog'ini gaplashsangiz bo'ladi. Boshuncha lekin tiniq. Mana do'stlar, dehqon o'zidan 2004-yil chaqa-chuqa joylari bor ekan. Keyin kraskasida yana bitta narsasi bor. Hozir uni ham tushuntirib o'tamiz. Metallari bor, gidravlika, motor, ходовойda umuman ishi yo'q. Do'stlar, detal almashmagan hech qayerda deyapti. Nexia 1 2004. Mana bunaqa kuygan joylari bor. Mana kraskasi o'chib ketgan. Bilasizlar, endi metallika shunaqa quyoshda tursa, shunaqa vaqt o'tib ketsa, уже kuyib ketadi do'stlar. Xo'p, balonlari ham yangi aka. Balonlari ham yangi ekan. Lyuks. Probeg 570 mingdan ziyod ko'rsatyapti. Salon ichlari chiroyli holatda. Shumka-pumka yo'q ha mashinaga. Eshiklarda bor. Eshiklarda bor ekan. Bitta bosib yuboring aka. Zapaska balon. Yaxshi. O'shuncha yomon emas, chiroyli holatda. Aka, taglari chirimaganmi? Top-toza, ha? Buni nech pul so'rabsiz? 45 million. Kami bor. 45 million. Kami bor. Oxiri qancha? 40 qilsa beramiz. 40 qilsa beramiz. Aka, bu simxon nimaga o'tgan bu yerda? Usiltirdik bo'lgan. Usilchilik o'tgan. Usilchilar ham bor, uni ham qo'shib beramiz. Olmaysizmi? Yo olasizmi? Ichida. Yo'qmi? Ha, sanaqa o'tgan, lekin usilchilik yo'q ekan. Oxiri shumi aka aytganingiz? Undan kam bormi yana? Kelishaylik aka. Shu 40 qilib beraman. 40 mi? Yana ozmoz aka. Kraskasi bilan ko'ryapsiz-ku, uchgan. Yo'q, kraskasi detal o'ziniki. Detal o'ziniki, lekin uchgan joylar. Kelishamizmi aka? O'z qayerdansiz? Jomdan. Jomdan. Juda yaxshi. Telefon nomeringiz aka? 88lik 88lik 401 401 80 60. 80 60 raqamlarga murojaat qilasizlar. Variant qilsa bo'ladimi aka? Mana. Qancha boshdan bersa? 20 million bersa, yo'g'ini variantcha qilsa bo'ladi, ha? Xullas, kelishib olaverasizlar do'stlar. 2006-yil, motor, ходовой, hamma joyi zakon ekan, xarajati yo'q ekan, konditsioner ishlamaydi faqat. Xo'p, metan bor, konditsionerni to'g'rilaysizlar, keyin ishlaydi do'stlar. Motor, ходовой, metani ham bor, xullas, xarajati yo'q hech qayerda, xullas. Balon holatlarini ko'rishingiz mumkin qalbaklarda. Salon ishlarimiz lyuks. Chexol poliklar taqilgan, holatlari yaxshi holatda. 275 mingdan ziyod. Audi sistema video registrator narsiz bor. Aka, yurgani o'zinikimi aka? Yurgani o'ziniki 27 mingda qotgan. 27 mingda qotgan. Qarachi. Yo'q, lekin. Shumkalari yo'q, menimcha chiqadi. Bilmadim aka. Yo'q. Xo'p, metan. Zapaska balon orqalari chiroyli holatda.
Aka, hadovoy motorga xarajat qilmaydi, ha? Hadovoyiga ozmazmun o'qimasa yo'q, motoriga 100% javob. Unda 1 gram mo'l. Hadovoy biron so'm xarajat bo'lishi mumkin, ha? Yo'q. Hadovoy lekin hali men shu olgan paytim qilgandim, lekin Qilganingiz ham yo'q. Juda yaxshi. Ozgina chirigan joylari mana bu yerda bor ekan, mashinamizda. U tomonlarda ham bormi yo'qmi? Bor, ha? Shunaqa joylari bor, gullagan joylari. Aka necha pulga beramiz buni? 3,5 deyapman. Kelishtirsak qancha bo'ladi oxiri? Ko'ramiz. 3 dan pastda so'rashsin. 3larga. 3larga cho'tlarsiz, ha? Yana kelishamizmi? Pastiga. Yo'qmi? Variantchi. Variant yo'q. Beraylik. Yo'qmi? Faqat naqdiga so'rashyapti. Telefon nomeringiz aka? 93lik 340 32 89 raqamga murojaat qilsanglar, kelishib olaverasizlar. Qayerdansiz aka? Tayyorlikdan keldi. Odamlardan ajralib turishni xohlasangiz, mana do'stlar, Nexia bunaqa rangi juda kamdan kam uchraydi desak ham bo'ladi do'stlar. 2009-yil. Xo'p, mashinamiz lyuks konditsioner, gidravlika, metallari bor. Xullas do'stlar, konditsioner ham ishlaydi, ha, to'g'rimi? Juda yaxshi. Xullas, kraskasiga kelsak, mana shu oldi uchi, aka. Uchimi? Uchi bilan mana bu kapotga ozgina o'tgan, ha. Juda yaxshi. Keyin arqa ana stopni tepasida hadagina petnochalari bor ekan. Xullas, 4 ta pachka balon qo'ygan, anaqa shapaloq diskalar bilan turibdi do'stlar. Mumkin. Balonchalari yangi hali. Orqasi lekin almashtirilmagan, orqasi eskisi turibdi. Oldi ikkita yangi turibdi do'stlar. Chexol yo'q, policha tashlab qo'yilgan. Salon ishlarini ko'rishingiz mumkin. Salon ishlari chexol yangi qilmagan, chexoli eski turibdi. Eshigini ham bitta moylashgan, o'shasi ham chiqib turibdi. Atak moshincha lekin chotki holatda do'stlar. Kelib ko'rsangiz ham bo'ladi. Luboy ustalar bilan tekshirib albatta olishingiz mumkin mashina. Xo'p, mashin mana shu stopni tepasida dedilar. Maydachana petnochalari bor. Aka, udar qanday? Aka, mashinga yo'qmi? Yo'q, udar yo'q, shu yengilgina petnocha bo'lgan. Yengil petno. Orqasi toza turibdi. Toza. Vashi chotki turibdi aka. Juda yaxshi. Taglari qanday aka? Chirimagan hech qanday? Tagida chirik yo'q. Chirik yo'q. Chotganmiz. Xullas, hammasi chotki deyishyapti. Xarajati ham yo'q. Motor, hadovoy, hammasi zo'r, ha, xudo xolasa. Qilingan. Xullas qilingan. Yangi balon. 4 ta yangi balonlar qo'yilgan. Xo'p, nech pul so'rabsiz bunga aka? 4200 turibmiz. 4200. Oxiri qancha beramiz? 4 atrofiga. 4 atrofiga beramiz, ha. Juda yaxshi. 4 pastdan atrofigami yoki tepadan atrofiga? Shu pasti, tepasi. Pasti, ha. Kelishaveramiz, ha, xudo xolasa. Juda yaxshi. Qayerdansiz aka? Samarqand mashina super. Superdan ekanlar. Variantlar qila olamizmi? Yo'q, naqdga bo'ladi. Samarqand shahar o'zida bo'lsa-chi odam? Yo'q. Yo'q, ha. Faqat naqd, ha. Juda yaxshi. Telefon nomeringizni aytib yuboring aka. 91lik 91lik 538 538 4505. 4505 raqamga murojaat qilib, kelishib olsangiz bo'ladi do'stlar. Maslahat qilamiz, tanish akalardan do'stlar. Bemalol ko'rib olsangiz bo'ladi. Xo'p, mana do'stlar, Samarqand mashina bozoridan ko'ramiz. Nexia 1, Nexia 2 narxlari necha pul bo'ladi? 1.6 ga qiziqganlar uchun mana 2013-yil ekan, ko'rishingiz mumkin. Bez konditsioner, gidravlikasi bor, metan gazlar taqilgan. Endigina bir ko'rib yurgan ekan mashin. Holatlari zo'r, top-toza ekan mashin. 4 ta pachka balonlar qo'yilgan, tungi sajak, espero kalpaklarda turibdi. Shumka yo'q, ha uni. Shumka qilinmagan do'stlar. Lyuks bez konditsioner. Chexollari bor, bir ko'rib yurgan mashina ekan. Marfon joyida do'stlar. Salon ishlarini ko'rishingiz mumkin. Toza holatda ekan. Xo'p. Metan. Pastki balon, arkasi kraska qilinmagan. Tiniq holatda ekan. Umuman bez xarajat ekan mashina. Umuman bez xarajat. Do'stlar, chotki holatda. Shuncha. Hozir narxlarni kelishamiz, qani nech pul deyapti. Aka, nech pul so'rabsiz? 5200. 5200. Bo'lish qancha akajon? 5 dan pastiga kelishsa bo'ladimi yo'q?
oxirimi? 4800 bo'lsa beraman. 4800. Yana kelishib olamiz, xudo xolasa. Oxiri shu, ha? Variantlarchi? Qanaqa? Shu bo'lib bersa shu pulni. Hozir boshqa bir ozgina kamroq bersa. 1 oygacha. 1 oygacha qarab turamiz. Qayerdan siz aka? Tayyorliqdan ekanlar. Hozir bitta xarajatchasi bitta shu oynasi singan labovoy. Shuni bitta almashtirib olasizlar. Bo'ldi. Qolgan hamma joyi chotki. Yurganiga javob, ha? Kraskasiga javob xudo xolasa. Xullas, u yog'ini kelishib olaverasizlar. Kelishadigan joylari bor. Telefon nomeringizni aytib bering aka. 93lik 722 722 79 79 raqamlarga telefon qilib, yog'ini bemalol kelishsangiz bo'ladi. Shuncha, lekin Alloh xohladi.